Hello YouTube arkadaşlar, bilan Zohir Shohmich. Bugungi videomizda Minecraft, lekin har daraja oshgan sari biz Minecraft reallashib boradi. Bizning maqsadimiz bo'lsa, prosta realistik Minecraftni ko'rish. Oybekmich salomlashib qo'ying. Salom obunachilar, Oybekmich videoga ko'p chiqarmay qoldim chunki yozgi ta'tilda ishlar bilan shug'ullanib qolib ketdim. Bugungi Minecraftimizda daraja oshgan sari boshqa Minecraftlarga aylanib boramiz. Let's go. Chiqib ketaman. Bu Minecraft loyligin qaranglar bu. Ya WhatsApp buni voy bilan rasvobin gapirolmayman. Daraxtlar bariga tupurilgan bariga. Oybek kir. Hozir. Keyin boshqacha bo'lib qopti. Ha, endi to'g'riladim bo'ldi. Men qaysi daraxt qochaman? Men qishloqchi bor. Ya, to'xta, daraxt chop birinchi. Ha, qishloq dorliga daraxtlar ko'p ekan-ku. Obunachilar, daraxt birinchi daraja bo'lsa video yoqaman. Obunachilar, biz temir topdik. So'man qiynalib ketdim. Mana. Ya, obunachilar 5-daraja temirlar bilan 5-daraja bo'ldik. Obunachilar, bu Minecraftga bo'ldi, lekin qaranglar, bu Minecraft haqiqiy Minecraft bo'ladi. Bu Minecraftga ulanib bo'lmadi obunachilar, lekin keyingi Minecraftdan Oybekmich qo'shiladi. Let's go. Ketdik obunachilar, ketamiz. Bu Minecraftga nimagadir bo'lmadi. Nimagaligini o'zim ham bilmayman. Shuning uchun kommentar yozib ketinglar. Keyingida Yasikoni kim kuzatayotgan bo'lsa, Yasikoni videolarida sklet hayoti bor. O'sha sklet hayotini olib ko'ramiz Oybekmich bilan. Kanishni. Uning uchun shu videoda 100 ta like qilsak bo'lar. Oybekmich gapiring. Menga bo'lmadi. Nechta obunachiman? Like. Obunachidan 2 qilishimiz kerak. Like'dan esa like 30 ta. Like 30 ta, 50 ta yig'inglar. Kak baloyidan chiqadi. Xudo xohlasa. Mana bu CD aniq ham qushloq bor va ko'p ideyalar bor. Endi menga ideyalar paydo bo'lyapti qanday video olish haqida. Yasikoni kuzatib, Yasikodan qo'pol bo'lsa ham chopyapman. Hozir bu video artefaktdan chopilgan holda olinyapti. Artefakt shuni qilganmi? He? Har kun Minecraftdan ko'rganmi? Aytingda. Har xillar kirmagan. Yo, artefakt Minecraft realistik korоче tupurdim. Shu 2 ta bo'ldi. Tinta video pauza emas. Bilgan gapingni gapirib tashlama. Obunachilar, keyingi Minecraft Oybekni qo'shib yuboramiz. Oybek yana bir harakat qilib ko'rkani. Davay. Va obunachilar, biz daraja ko'paytirishimiz kerak. Yaxshi, daraja chicken spam bo'lib qolsa. Nima qilamiz obunachilar? Keyingi videoda legendarniy videoda legendarniy bachalar bilan legendarniy video va zarba obunachilar oz qoldi. Jahon chempionatiga ham kim uchun kommentariy yozib ketinglar. O'zbekiston uchun Yo, tinta просто taxminiy shot. Короче, O'zbekiston uchun yutadi taxminiy shot. Pauza. 2-daraja bo'ldik. Voy obunachilar, ko'mir kovlar 28 ta bo'lib ketibdi. Obunachilar, ko'mirdan shunday ham kam daraja beradiki, kamligidan 5-daraja bo'lib. Obunachilar, Oybekmich qaytdi. Obunachilar, men qaytdim. Let's go Mobi. Ya Mobi deydi, bo'lib Jonkas Mobi. Mobi emas. Aytma. Mobi emas.
Quyoshni qaranglar. Mana uni qaranglar, qimillayapti obunachilar. Xanalashdim. Let's go my friend. Shida. Mana bu yoqqa qaranglar. Yorug'lik, fakilni yorug'ligini qaranglar. 11lik sistemada bu Minecraft baholaylar. Bu seed 67 87. 87. Yur. Obunachilar bu videoda ko'p bu yo'q. Ana obunachilar bundan keyin bitta Minecraft qoldi. Deyarli hamma Minecraft ko'rib chiqdik. Bitta qoldi. O Minecraftni ko'rganlaringdan keyin orzularing ochilib qolsa kerak. Oybek mechga bir tortib berdim, o'ynatdi va o'chirib qo'ydi va tortila olmay qoldi. Shuning uchun tinta video pauza emas edi. Obunachilar Oybek qo'shiqchi deb Oybek qo'shiqchi. Kim urdi? San. Ya kim urdi? Oy, chidolmayman. Yo'q, men ovqat topdim. Короче, menga stikim bor ekan, nima ovqat qidiryapman. Nafga ovqat qidiring. Nechta stikeri? Bir stak, ikki. Menga ham bor. Ketdik. Yur. Molni shunday o'ldirdim. Obunachilar, ishlarim qizib ketdi. hay, zaybat balekinsan o'lay. Obunachilar, keyingi videoda sklet hayotini olaymi? O'ynama. Sklet hayotini olaymi yoki Minecraftdagi siz bilmagan seedlar ikkinimi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Man tarafga ke. Obunachilar, keyingi videoni kommentariyaga yozib ketinglar. Kimni qo'shiq aytmay. Kimni kommenti ko'p like yig'sa, masalan, bir kishi yozsin, sklet hayoti olingda, agar o'sha bolani like qancha ko'p, kimni like ko'p bo'lsa o'sha video olamiz. Mana ham hisobga olinadi, mana ham like bo'lsam. Endi gapirsanim, gapirgisi kelyapti ekan. Nima? Izlayman. Hech nima deydi, billa zay bobo. Obunachilar, 1-daraja. Keyingi video nima bo'lishini yozib ketmaydi. Yozib ketinglar. Obunachilar. Be temir bilan ko'zinsarak narsalar uxlatib ketdi. Uxlatib bo'l. Qo'shiq aytmadi, o'zbekcha gapirdim. Ishtonsiz yursam uyat bo'ladi, obunachilar. Ishton kiyvallar. Qo'shiq aytsang undan ham battar uyat bo'lar. Короче, obunachilar. Olma beraymi, 6 ta olmamda. Urib qo'y. Yo'q. Urib qo'ydi. Kar. O'ynasang o'yna. Saybat bala ekansan. Videoga o'zing ko'rsatma, brat. Videodan ko'rishim bor. O'ralmaysan, brat. Obunachilar. O'ralmaysan deyapti-yu. Keyingi videoga men xo'rda. Obunachilar aytgancha xo'rlaymiz deganday. Obunachilar qiynoq olamizmi? Olaylikmi? Yozib keting. Bu men qiynash davri adashmasam meniki keladi, to'g'rimi? Meniki keladi. Yo, saniki. Короче, kimnikigadir bo'lsa-da keladi. Kelsa keladi, kelmasa kelmovdi. Pauza obunachilar. Obunachilar 1 stak 18 ta ko'mir qoladi. Oz qoldi. Obunachilar, zombini o'ldirib 5-daraja bo'ldim, Oybek o'lib qoldi. Endi ko'p zombi bosib ketibdi. Yangi Minecraftga let's go. Obunachilar, sizlarga yomon xabarim bor. Mana shu Minecraft. Mana zo'r Minecraft koordinatalari bor. Hozir mana koordinatalari bor va jonlari pastga mana bu yerdan skiningizni ko'rsangiz bo'ladi. Oybekka mana shu Minecraftni tortib beruvdim. Va u ayrim sabablarga ko'ra o'chib ketdi va yana qayta yuklanib bo'lmadi va bu bilan ularni o'ynab bo'lmadi. Oybekka bunaqa Minecraft yo'q. Obunachilar, mana shu Minecraft zo'r Minecraft, obunachilar qaranglar. Obzor qilamiz. Koordinatalarda ishlaydi mana.
Koordinatorlar 100% ishlaydi. Mana uyga ham zombi spawn bo'lgan. Hech kim bilgan yo'q zombi spawn bo'lganini. Mana obunachilar, kreativ ham men ham ochib oldim. Mana bu Minecraftni obzori. Obunachilar, bu Minecraftda oxirgi Minecraft mana shu edi va uni survival qila qolmadim va mana bir 2 3 bo'lsa 4 5 6 7 Ana endi boshladik. Bu mana lapis, diamond, gold, iron, gold. Короче, mana shu Minecraft mana. Qaranglar obunachilar. Короче, mana obunachilar. Bu yerda izmurud, redstone, lapis, olmos, oltin, temir va ko'mir va haqiqiy Minecraftga o'xshaydi. Va obunachilar mana bu yerda Netherite qo'shilgan desam ishonmanglar. Bu chunki просто diamond. Mana obunachilar mana bu yerda turadi. Просто bu yangi versiyalardan chopilgan. Mana qilich, kirka, topor, lapata, kitmon mana. Mayda yana qilichcha. Shu ursalaring krisa eski narsalar chiqadi. Va yana obzor davom etadi. Mana suvlar o'zgargan, suvlar toshqin o'zgargan yana. Keyin shu narsalar va olmozlar. Mana obunachilar, mana oltin olmalar o'zgargan. Kartoshkalar va bu yerdagi hamma narsalar o'zgargan. Mana damlama sepsalaring mana bu yerda medigina bo'lib ko'rinadi. Va video shu bilan tugaydi. Xayr obunachilar, sizlar bilan mazoq shohmech bo'ldi va Oybek xayrlashib qo'ying. Obunachilar, salaman men. Hatto shu video qo'shilgan-ki, to'g'rimi? Keyingi videoda skelet hayoti. Oybek bilan. Xayr.